Demak, keyingi 26-yilda tushgan savolimizni tahlilini qilib chiqamiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosishni unutmang. Biz boshladik. 19-savol. Uchlamchi butil spirti 22,2 gram ekan. Noma'lum bir asosli monokarbon kislota bilan etrifikatsiya demoqchi bo'lyapti. Mana shu reaksiyaga kirishdi. Yozamiz. Birinchi bo'lib shu reaksiyani yozib olaylik. Uchlamchi butil spirti degani buni mana bunaqa qilib yozishim kerak o'zi. Mana bunaqa qilib. Uchlamchi butil radikaliga bitta OH qo'shishim kerak. Men buni qisqartiraman-da. S4H9OH deyman. Noma'lum bir asosli monokarbon kislota bilan etrifikatsiya reaksiyasiga kirishibdi. Endi noma'lum bir asosli karbon kislotani SNH2+1 SOH deb olamiz. Va kislotadan OH gruppasi, spirtdan vodorod gruppasi suv qilib chiqib ketadi va qolayotgan mahsulotimiz bizda murakkab efir hosil bo'ladi. SNH2+1 SOO4H9 plus suv. Mana bu bizda murakkab efir hisoblanadi. Endi reaksiya unumni 80% tashkil qilar ekan va natijada 34,6 gram murakkab efir olindi deyapti. Endi qaraymiz, mana bu yerda spirtimiz 22,2 gram va mana bu yerda murakkab efir 34,56 gram efir hosil bo'ldi. Reaksiya unumi 80% bo'lganda, ayni 100% bo'lganda qancha deb turib, qancha hosil bo'lar edi deb turib proporsiyadan ishlayman. 34,56 bo'lingan 0,8 desak 43,2 gram. Endi 43,2 gramni qo'yamiz bu yerga. Noma'lum murakkab efirimizning massasi kelib chiqdi. Endi hosil bo'lgan murakkab efir tarkibida uglerodning massa ulushi 66-67% tashkil qiladi. Murakkab efir deyapti. Murakkab efir. Mana murakkab efirimizni biz birinchi bo'lib yozib olamiz. Shu yerda SNH2+1 SOO4H9. Murakkab efirimizning molyar massasini topamiz, mahrajga yozamiz va uglerodning massasini esa suratga yozamiz, chunki bizda uglerodning massa ulushini aytyapti. 66-67. Bu degani 0,667 deb olamiz. Uglerod bu yerda mana bu yerda n ta bor, bu yerda bitta bor, bu yerda 4 ta bor. Jami 5 ta va plus n ta. N plus 5 ta uglerod bor. Har bitta uglerod 12 dan bo'lsa, bo'lamiz murakkab efirimizni molyar massasiga. 44 plus 48 plus 9 plus 1 102 kelib chiqdi. Qo'shamiz, bu yerda 14 n bo'ladi. Ya'ni n ta uglerod bor va bu yerda 2 n vodorodimiz bor. Shu yerda endi buni biz ishlaydigan bo'lsak 0,667 degani bu o'zi 3 dan 2 degani. Shunda 2 ni bu yoqqa ko'paytiramiz. 28 n plus 204 barobar 36 bo'ladi. N ga ko'paytirsak 36 n plus 36 ni 5 ga ko'paytirsak 180. 28 bu yoqqa o'tkazsak 8 n qoladi. 108 ni bu yoqqa o'tkazsak 204 dan 108 ayiradigan bo'lsak 96 bo'ladi. N barobar shunda bizda 96 ni yo'q 96 bo'lmaydi. 180 dan ayirib yuboramiz. 204 minus 180 24 bo'ladi. N barobar shu yerda bizda 3 kelib chiqadi. Demak, murakkab efirimizning tarkibida mana bu N qiymati 3 bo'ladi. Bu degani karbon kislotamiz S3H7 SOH. Buni mana shu uglerod massa ulushidan men topdim. Xohlasak, mana bu spirtni 1 mol, ya'ni massasi nechi bo'ladi? O'shani yozib turib, nechidir gram spirtdan hosil bo'ladi. Mana bu murakkab efirning molyar massasini yozsak ham bo'laveradi. Shuncha gram murakkab efir hosil bo'ladi. Xohlasak, bu proporsiya orqali topsak ham bo'ladi. A usuli bu B usuli. B usuli mana murakkab efir tarkibidagi uglerod massa ulushidan turib, murakkab efirdagi n ni topsak, bu karbon kislotamizni ham topib olamiz. Xohlasak,
spirtni massasi bor, murakkab efirni massasi topildi. Mana 34,56 gram 80% un bilan 100% da shuncha chiqdi. Keyin spirtni 1 molini massasini va buni 1 molini murakkab efirni 1 molini massasini qo'yib turib, proporsiya orqali bizda topsak ham baribirga n qiymati 3 kelib chiqadi. S3H7 degani bu moy kislota degani. Bu moy kislota, buni tarixiy nomenklatura bo'yicha nomi hisoblanadi.